Hozir kecha kunduzda Navoiy shahrida yangi domlardan 4 xonali kvartiralar narxi nechi pul deb o'ylaysiz? Obzorimiz davomida bilib olasiz. Ushbu kvartiramiz lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, do'stlar, Yangi bozorda orqasida Garden House domidagi 7 etajli domning 2-qavatda joylashgan 140 kvadrat metrdan iborat 4 xonali kvartiramiz. Ushbu kvartiramiz polni jihozlangan narsalari bilan. Ushbu kvartiramizning eng katta fishkalaridan bittasi yonida o'zini 40 kvadrat metr, yana plus 40 kvadrat metr terrasasi ham mavjud. Ushbu uyimizning prixoshkasidan kirib kelaverishingiz bilan o'ng qo'lingizda sizni shunday ajoyib bo'lgan kuxnyamiz kutib oladi. Bu yerda esa mehmonxona kattagina, tualet, vanna, spalni, detskiy va yana bitta spalni va roditelskiy spalni. Do'stlar, ushbu kvartiramiz barcha jihozlar bilan, konsert, televizor, kuxonli mebel, gilam, parda, to'g'spalni hamma jihozlar bilan birgalikda 100 ming dollar deb aytilmoqda. Ushbu kvartiramizni ko'p odamlar ko'rmagan. Bunaqa proyekt shaharda neobычный, kamdan kam. Hozir sizlarga terrasasini ham bitta ko'rsatib o'taman do'stlar. Bitta ko'ring, boshqacha. Terrasamiz 10 metrga 4 metr, ya'ni 40 kvadrat metrdan iborat. Ushbu terrasamizni nima qilib foydalansak bo'ladi deyotgan bo'lsangiz, ushbu kadastrimizga kirgan bu terrasamiz, xohlasangiz trenajyor zal, xohlasangiz yana bitta zal, mehmonxona, xohlasangiz do'stlaringiz bilan o'tirib bir dam olayotgan, tapchang qilib, shashlik xo'ra, haligiday dam olayotgan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi do'stlar. Ushbu videomiz sizlarga, ushbu obzorimiz yoqqan bo'lsa, like bosing. Yana qanaqa obzorlarni tomosha qilmoqchisiz, yana qanaqa neobычный uylarni tomosha qilmoqchisiz, kommentariylarga o'z fikrlaringizni qoldiring. Sog' bo'ling.